Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Qalpoq hajviy ko'rsatuvi asoschisi Rahmonali Suropov haqida hozirgina kutilmagan xabarlar e'lon qilindi. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qalpoq hajviy ko'rsatuvi asoschisi Maray Mamatog'a obrazi bilan mashhurlikka erishgan professional aktyor Rahmonali Suropov bilan ularning yangi qurilgan hovlilarida katta intervyu qilindi. Eng ahamiyatli tomoni shundaki, Qalpoq jamoasiga dunyoning eng mashhur kinokompaniyasi Warner Bros tomonidan taklif keldi. Intervyularda Warner Bros tomonidan kelgan taklif, ushbu taklif bo'yicha AQSh safari, Qalpoq va Warner Bros kelishuvga erishsa katta gonorar olishi mumkinligi haqida tisha tegmagan yangiliklar ma'lumotlar berildi. Xullas, Qalpoq jamoasini, xususan Rahmonali Suropovni Warner Bros dek kinokompaniya aynan ularni AQShga taklif qilgani bilan chin qalbimizdan, jamoamiz nomidan tabriklayman. Bu juda katta gap. Shaxsan o'zim hali biror o'zbek kino vakiliga bunchalar katta taklif bo'lganini eshitmaganman, yozmaganman va o'qimaganman deydi bergan intervyusida. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.